yigit mashinasini bek tez haydaganlikdan yo'lda turgan bir necha qo'yni besib o'ltirib qo'yibdi. Buning bilan dehqon rosa ochiqlab ketibdi. Ey, ve maşini şundakmı tez haydayman da. Ve ko'zdan yo'q mu seninki? Qarab o'tirib bir o'z qo'ylarimni o'tirib qo'yding va. Tag'a, bu gapingiz qamlashmadi juma. Qo'ylaringiz yo'lda nemish qiladi? Yo'lda ya qo'tan bormidi? Vey, men gapni ko'ring. Vey, muhtaram, amiz qo'ylarimning ustida tosh yo'l bormikan? Bir çambaşçı nurg'ullig'an çambaşçılık qoidalarini o'rgangan bo'lsa-mu, doim boshqalardan tayoq yeb yuriydi ekanda. Bir kuni bir og'inisi uni yo'lda uchirtib qilib, uni zanglik qilib mundaq debdi. Ya adash, qaysi kuni birsidan bek tayoq yeb ketding juma. Ha, qanday qilsa adash shu amda. Ya qora adash, onun bo'yi paka bug'ini bilan ya bak yomon balika juma, bak yomon balika zari. Sen o'tganda mushtlashning shuncha jiq qoidasini o'rgandim, da'vatatding. Yana doimli boshqalardan tayoq yeb ketsa juma sen. Onun gapini qilma adash, onun gapini qilma. O raqibimchi? Voy, men o'rgangan bu çambaşçılık qoidasi bo'yicha urmasdan qara, o'zi bilginchilik urib ketirgan emasmi? Bir odam bir satrashning oldiga kirib, satrashqa debdi. Assalomu alaykum satrash, qanday ahvolingiz? Yaxshi, keling. Mening ma'vo birinchi tal chechimdan 567-tal chechimgacha budir qilib qo'ya olamsiz? Qandoq sanab bo'lmayman, men qilolmayman. Undaqcha qarang. Siz ma beshimning cho'qqisini Urumchidagi xalqaro cho'ng bozor deb o'ylang bo'lamda. O'ng tarafini 3 tosh deb o'ylang bo'lamda. Mao sol tarafini buloq besh ko'chisi deb o'ylang. Demak, 3 tosh bilan sanchqangizni ozroq qisqartisiz. Xalqaro cho'ng bozorni bo'lsa, azroq budir qilib qo'ysiz. Qanday qila olamsiz? Undaqda men kaynini qanday qilaman? Ya. Ulanbayga tegishma. Birsi qatnash vaqasida ikki quloqidan ayrilib qopti. Doktor uningga boshqa quloq silib qo'yibdi. Bir oy o'tganda u doktorning qishig'i kelib og'rinibdi. Ey, qanday doktorsiz? Ha? Voy, siz menga bir ayolning quloqini silib qo'yibsiz, ha? Ha, shunday qildim. Ammo siz buni qanday bilib oldingiz? Rostganda hamma gapni anglayman qarang doktor. Ammo mush bir quloqimda turmaydi desa? Bir kuni bir bemor doktorga mundaq debdi. Doktor, meni davolig'ingizga shuncha uzoq bo'ldi. Hech qanday unumi bo'lgandek emas qarang. Quloqimchi burunqidaklar anglamayotidi. Eng yaxshisi boshqa doktor tepib keslimni davolatay davatiman. Shuning men sizning davolash haqqingizni to'lab o'tmoqchi qarang doktor. Men sizga qancha pul berman? 40 yuan bersangiz bo'ladi. Nima? Voy, 90 yuan dedingizmi? Voy, doktor sal azaroq bo'lsa bo'lmamda. Ha, bo'pti, 60 yuanli ber ha.